Hadaf, ya'ni bir maqsadga ko'ra yashash. Insonda bir maqsad bo'lishi. Maqsadsiz inson xuddi yelkansiz kema boshqarayotgan kishiga o'xshaydi. Nima bo'ladi? Yelkansiz kema boshqarsizmi bo'ladi? Birinchidan ketayotgan joyingiz aniq emas va ikkinchidan har qanaqangi vaqt halokatga uchraysiz. Ya qoyaga urilasiz, yo muzlikka urilasiz. Kema ham halokat ostida, xatar ostida, uni boshqaruvchi ham xatar ostida. Shuning uchun inson bir oldiga maqsad qo'yishi kerak. Insonni o'z hayotda harakatga keltiradigan narsa bu maqsad. Maqsad odamni o'rnidan turg'izadi. Ertalab uyg'otadigan narsa maqsad. Uni yurg'izadigan narsa maqsad. Hayotga umid beradigan narsa ham maqsad. Ya'ni bir maqsad qo'yadi, shunga erishish uchun harakat qiladi, sa'y qiladi. Bo'lmasa bir ma'nisiz, zerikarli bir hayotga aylanib ketadi insonning hayoti. Endi maqsad qo'yish uchun inson o'ziga nega degan savolni ko'paytirish kerak. Keyinchi degan savolni ko'paytirish o'zi uchun. Maqsad deganimizda ham endi maqsad kattaroq qo'yish kerak va inson o'z qadriyatiga ko'ra maqsad qo'yish kerak. Va u maqsadni faqatgina bu dunyodagi borlig'i uchun bog'lab qo'yish kerak emas. Chunki biz musulmon sifatida bilamiz, biz faqat bu dunyoning odami emasmiz. Maqsadi har ikki dunyoga nima qilsin? Xizmat qilsin. O'shaning uchun nega, keyinchi degan savolni o'zingizga bering. Aytaylik, bir maqsad qo'ydim oldimga. O'qishim kerak. Nega? Nima uchun o'qishim kerak? Unga savolga toping javoblarni. O'ziga yarasha o'qishni xususiyatlarini tanidik, o'qishni foyda zararlarini tanidik, uni imkoniyatlarini tanidik, bildik. Nega degan savolimizga javob topdik. Ikkinchi savol. Xo'p, keyinchi. O'qidim, olim bo'ldim, keyinchi. Deylik, mana bu joyga boraman, mana bu ishni qilaman. Mana shu ishni uddasidan chiqaman. Bir kamchilikni ko'ryapman. Avvalo o'zimda to'g'rilayman, oilamda to'g'rilayman, atrofimda to'g'rilayman, jamiyatdagi shu kamchilikni to'g'rilayman. Xo'p, yaxshi. Nega? Tushunyapsizmi? U narsani to'g'rilab olasiz. Chunki boya aytganmiz, bu maqsadlarim menga nima qilish kerak? Dunyoda ham oxirgacha meni baxtli yashashim uchun xizmat qilish kerak, meni nargi dunyom uchun ham xizmat qilish kerak. Olib ketadigan narsam bo'lsin bu narsa. Bu narsani oxiriga yetgandan keyin, xo'p, keyinchi. Rahbar bo'ldim, to'g'riladim. To'g'ri bo'ldi, keyinchi. Qachon to'xtaydi bu? Undan keyin keyinchi degan savol qolmasa to'xtaydi. Bu fikrlashlar. Inson vafot etdi, o'tdi, oxirgi g'oyasiga erishdi. Keyinchi degan narsa yo'q, keyin abadiy rohat. O'sha qancha qo'yaverasiz? Nega va keyinchi? Nega va keyin? Mana shu narsalarni, savollarni inson oldiga qo'yadi, o'zi uchun bir maqsadni nima qiladi, tanlaydi va shu maqsadga ko'ra yashaydi. O'shandan keyin hayoti ham nima qiladi? Mazmunli bo'ladi. Hayotda bir ma'no topadi, mantiq topadi inson. Maqsadsiz hayot yoki arzimagan narsalarni maqsad qilib yashash. Ikkalasi ham bir xil insonga azob beradigan narsa. Ya'ni maqsadsiz hayot, maqsadsiz. Nimaga yotyapsiz, nimaga turyapsiz, nimaga ichyapsiz bilmaysiz. Ikkinchisi, yoki maqsadingiz arzon narsalar, past narsalar. Masalan, deylik, yaxshi mashina olish, yaxshi uy olish, hayotdagi bir nima deydi, tashvishlardan xoli bo'lib yashashingiz uchun xizmat qiladigan narsa. Katta bir narsalar yordamda, lekin bu maqsad emas bu. Xo'p, unday deydigan bo'lsa, agar mashina oldingiz yaxshi, uy oldingiz yaxshi, demak maqsadingiz tugadimi? Yo'q, unaqa emas-ku. Inson hayotida u narsalarni, o'sha narsalardan davomiy rohat olib yashash uchun yoki keyin yana inson o'zini ustida ishlashi uchun yana nimadir turtki bo'lish kerak-ku. Masalan, uylanish maqsadida bir ish qildingiz, uylandingiz, keyin maqsadsizmisiz? Farzand ko'rish maqsadida bir ishlar qildingiz, farzandlaringiz ko'paydi masalanda, o'qitdingiz, keyin maqsadsizmisiz? Aytyapmiz-ku, nega va keyinchi degan savolni beravering, chiqaveradi orqasiga o'zi. Oxiri keladi o'zi, keyinchi. Keyin dam olaman deysiz. Keyin o'zi dam oladigan payt keladi. Hammasi. O'sha arziydimi? Ya'ni shuncha maqsadlaringiz o'sha joyda sizda oxirgi nuqtada sizga dam rohat beradimi? Natijasi shunga olib boradimi? Marhamat. O'sha hadaf sizda insonning hayotida nima qiladi? O'sha hadaf, o'sha maqsad insonning hayotida mazmun beradi. O'shaning uchun inson dunyodagi mashaqqatlarga chida oladi. Ya'ni o'sha maqsadni ko'zlab, o'sha natijani ko'zlab nima qiladi? Qiyinchiliklarga chidaydi. Sabr bardoshli bo'ladi. Muomala munosabatlarda chidaydi, chidamli bo'ladi inson. Negaki nega keyinchi degan narsani oxirgacha yechib qo'ygan. Keyin degan oxirgi keyingi uni nimasi bor, javobi bor inson. Masalan, eskilarni eng katta maqsad Allohni rozi qilish. Keyinchi demaysiz, keyin bu abadiy rohat, jannat. Shuning uchun dunyodagi hamma narsani shunga bog'lashgan, shuni mazza qilib yashashgan. Shuning uchun hamma ishdan rohatlanishgan. Ya'ni hamma ishni orqasida shu maqsadni qo'yib qo'yishgan. Masalan, o'qiyman, nega? Robbimni rozi qilaman. Amal qilaman, nega? Robbimni rozi qilaman. Nima qilaman? Odamlar bilan mas'uliyatimni yaxshi bajaraman. Nega? Allohni rozi qilaman. Jamiyatda bir narsani isloh qilaman. Nega? Allohni rozi qilaman. Oilaviy munosabatlar, yaxshi munosabat. Nega? Allohni rozi qilaman munosabat. Ayol ham erga nisbatan shunaqa qiladi, er ham ayolga nisbatan shunaqa qiladi. Farzandga tarbiyalayman. Nega? Allohni rozi qilaman. Farzandimga, ota-onamga yaxshilik qilaman. Nega? Allohni rozi qilaman. Ya'ni oxiri nima bor? Abadiy bir rohatni ko'rib turibdi. Bo'ldi. Undan keyinchi aytsa, bo'ldi, shu rohat o'zi abadiy. Shu kerak menga. Abadiy rohat kerak. U uchun men nima qilaman? Mana shu rozilikka erishadigan yo'ldagi mashaqqatlarga, qiyinchiliklarga sabr qilaman, chidayman. Chunki men orqasidagi qiymatni bilaman.
abadiy rohat kutyapti meni u yoqda. Ko'z yumaman shuning uchun kamchiliklarga, ko'z yumaman shuning uchun qiyinchiliklarga sabr qilaman.